Assalomu alaykum. Amerika nega Eronga hujum qildi? Nima uchun Amerika har doim Isroilni qo'llab turadi? Trampni Eronga urush ochishga kim majbur qildi? Kim ko'ndirdi? Bir tarafda illuminat, bir tarafda masonlar va bir tarafda satanistlar Trampni o'rtaga olib deb aytadigan bo'lsam, ko'proq odam qiziqadi, ko'proq odam ko'rishi mumkin. Holbuki formula juda ham oddiy. Qaysi kuch Trampni ko'ndirdi, qaysi kuch Amerikani Isroilni qo'llashga targ'ib qiladi, tashviq qiladi, majbur qiladi? Qaysi kuch bu narsalarni hattoki Amerika siyosatini ichki siyosati bilan bog'liqmi, tashqi siyosati bilan bog'liqmi hal qilishi? Hattoki bu haqida kitob ham chiqqan. Shu kitobni ko'rishingiz mumkin, o'qishingiz mumkin, surishtirishingiz mumkin. Bu kitob 2007-yilda chiqqan bo'lsa, Isroil lobbisi, Isroil manfaatiga xizmat qiladigan Amerika lobbisi haqida aytiladi. Ya'ni Yahudiylarning lobbisi Amerikada bor va kuchga ega. Masalan, Amerikani kongressmenlaridan, ya'ni deputatlaridan va senatorlaridan so'rovnoma o'tkazishgan paytda, anketa o'tkazishgan paytda aytishgan. Qaysi kuch Amerikada, qaysi jamiyat, qaysi tashkilot, ya'ni nodavlat tashkilotlar qaysi biri kuchliroq deb turib so'rovnoma o'tkazilganda, birinchi o'rinda kelganki, nafaqaxo'rlar. Amerikadagi nafaqaxo'rlar jamiyati Amerikada eng kuchli. Ikkinchi o'rinda esa AIPAC kelgan. AIPAC bu Isroil manfaatlariga xizmat qiladigan Amerikadagi lobbi hisoblanadi. Va undan tashqari masalan Buxoro yahudiylar lobbisi ham bor Amerikada va Buxoro yahudiylar lobbisi ham madaniy ham diniy faoliyat bilan shug'ullangan. Ichida masalan bu jamiyatning ichida san'atkorlar ham bor. Masalan Yor degan kinoni ko'rgan bo'lsangiz, Soyibxo'jayev bilan Baxtiyor Ixtiyorov birgalashib bir Zulfiya qizni televizorda ko'rib qolingan bir Zulfiyani orqasidan yurishadi-yu, ko'chalar deb ashula aytadi-yu. U qiz Muhabbat Shamayeva va asli Yahudi, O'zbekistonlik bir Yahudi va bugungi kunda Amerikada yashaydi va Buxoro yahudiylar degan jamiyatning a'zosi hisoblanadi. U ham faollardan biri hisoblanadi. Va bu jamiyat Amerikada kuchli va bu jamiyat aslida Tramp yaqinda Shavkat Mirziyoyevga aytdi-ku, "Meni do'stim" dedi-ku. Bu jamiyatni kuchi bilan bu gapni aytgan Tramp aslida. Ya'ni shunaqangi iddaolar bor, shunaqangi ma'lumotlar borki, bu gapni Tramp Buxoro yahudiylari jamiyatini kuchi bilan, iltimosi bilan yoki tashviqi bilan aytgan. 2025-yil sentyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'ilishi o'tkazildi Amerikada va unda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qatnashdi va qatnashuvlar orasida Tramp bilan uchrashdi, gaplashdi. To'g'rimi? O'sha sizga tinchlik mukofoti berilishi kerak, Nobel mukofoti berilishi kerak degan muloqot bor-ku. Xuddi shunaqangi uchrashuvni, xuddi shunaqangi muloqotni Qozog'iston prezidenti To'qayev ham xohlagan edi, lekin To'qayev uchrasha olmadi, bunaqangi uslubda Tramp bilan gaplasha olmadi. Lekin Shavkat Mirziyoyev uddaladi va bu uddalashni, bu narsani amalga oshirgan kuch ham aslida Buxoro yahudiylar jamiyati. Endi bu lobbilar haqida, jamiyatlar haqida bizdan tushunchaga ega bo'lishimiz uchun o'sha masonlar, illuminatlar yoki satanistlar kabi narsalar bilan aralashtirib qo'ymasligimiz uchun bu jamiyatlar, lobbilik o'zi nima? Lobbilar kim? Nima faoliyat bilan yuritiladi? U narsalarni bilib olish uchun oldin o'zimiz bilan biroz solishtirishimizga to'g'ri keladi. O'zimiz bilan solishtirishni ta'siri, foydasi nima aloqasi bor deyishingiz mumkin. 1991-yilda O'zbekiston demokratik davlat bo'ldi. Undan oldin O'zbekiston kommunistik davlat edi. 1924-yilda O'zbekiston davlati tashkil qilingan bo'lsa, 1991-yil mustaqillikka erishguncha O'zbekiston kommunistik davlat edi va 1991-yildan keyin O'zbekiston demokratik davlat bo'ldi. Kommunistik davlat bo'lgan paytda markazi Kreml edi. Demokratik davlat bo'lgandan keyin, masalan, demokratik davlat degan narsa butun bizning millatimizni, Turkistonni, Markaziy Osiyoni tarixida bo'lmagan. Demokratik davlat degan narsa, masalan, 300 yil oldin, 500 yil oldin Amir Temur demokratik davlat orqali davlat boshqarmagan. Jaloliddin Manguberdining otasi Muhammad Xorazmshoh demokratik davlat degan nom bilan davlat boshqarmagan. 2000 yil oldin ham, 3000 yil oldin ham millatdan avvalgi davrlarda yashagan To'maris ham davlatni demokratik davlat usuli bilan boshqarmagan. Turli xil boshqa ko'rinishlari bo'lgan, lekin demokratik degan usul bu, ya'ni uni kelib chiqishi g'arbga borib taqaladi. Bir tarafda Britaniya, bir tarafda Fransiya va asosiysi Amerika hisoblanadi. Va dunyodagi demokratiyaning nazoratchisi deb turib Amerika deb hisoblangani uchun ham, masalan, ozodlik haqida
bir video tayyorlagan paytimda izohlar qismiga linkini qoldiraman. Ozodlik haqida video qoldirgan paytimda o'sha yerda isbotini ham keltirgan edim. O'zbekiston Senat raisi Tanzila Norboyeva Amerikaga borgan. O'zbekiston musulmonlar idorasini raisi muftiy Amerikaga borgan va bizda diniy erkinlik bor, hech bir qiyinchilik yo'q, hamma narsa zo'r, inson huquqlari hammasi joyida deb turib aytib kelingan. Ya'ni bu qaysidir ma'noda hisobot deyiladi va dunyodagi ko'plab davlatlar aynan o'sha Amerikani qonun qoidasi bilan, masalan, Akmal Saidov konstitutsiyani yaqinda o'zgartirilgan payt, 2023-yilda o'zgartirilgan paytda, o'sha o'zgartirilishdan oldin ko'rib chiqilayotgan paytda biz o'rnakni Amerikadan olyapmiz, Britaniyadan olyapmiz, Fransiyadan olyapmiz degan-ku. Chunki nimaga? Bu demokratik davlatning markazi Amerika, Fransiya, Britaniya hisoblanadi. Ya'ni bu narsani ma'lumotni atroflicha etishimning sababi bugungi kunda inson huquqlari, qonunchilik va boshqa narsalar ketgan paytda voy yot g'oyalar yoki g'arbni tushunchasi bir nimalar deyiladi. Holbuki hayotimizda telefon olamiz, masalan iPhone 17 oxirgisini olishga harakat qilamiz. Ya'ni g'arbni texnologiyasini oxirgisini olishga harakat qilamiz. Burger King, KFC ochiladigan bo'lsa, oxirgi Amerikani yangi O'zbekistonga kelgan brendini oxirgisini olishga harakat qilamiz. G'arbni chiqqan oxirgi mashinasini qurbimiz yetganicha, yetmasa qarz kurs qilib bo'lsa ham olishga harakat qilamiz. Kiyim-kechagida taqlid qilib g'arbni butun kiyim-kechakni kiyishga harakat qilamiz brendlari bilan. Louis Vuitton bo'ladimi, boshqa brendlari bo'ladimi? Albatta o'sha ularga Prada bo'ladimi, ularga tegishli bo'lgan, g'arbga tegishli bo'lgan brendlarni olib turib o'zimizni boshqacharoq his qilishga harakat qilamiz-ku, lekin qonunchilik bo'yicha aslida Amerika, Fransiya, Britaniyani qonunchiligi bilan yashab turib, g'arbni g'oyalari deb turib g'arbni yomon ko'ramiz-da. Ya'ni bu bir latifaga o'xshaydi. Xo'ja Nasriddin bir kun ko'chaga chiqib tashqarida nimalardir qidirib yurgan ekanda. Qo'shnisi kelibdi. Nima qidirib yuribsiz, Xo'ja Nasriddin desa, lobby mavzusiga kelamiz. Ya'ni bu atroflicha hozir lobby masalasini tushunish uchun boshqa o'zimizdan misol keltirishga harakat qilyapmanki, chunki bo'layotgan voqeliklar, deylikki, urush haqida gapiradigan bo'lsam, insonni kayfiyatiga, ruhiyatiga ta'sir qiladi va insonni charchatadi, hayotdan bezdiradi. U masalaga to'xtalmoqchi emasman. Ya'ni urushlar, statistikalar, sonlar, vafotlar, ular bular. Aksincha, bugungi kundagi bo'layotgan voqelikdan biz hayotimizga qanaqa xulosa chiqaramiz? Biz hayotimizni, kelajagimizni, umuman farzandlarimizning taqdirini, kelajak avlodni belgilash uchun bugungi kundagi bo'layotgan voqelikdan, dunyodagi bo'layotgan voqelikda nima xulosa chiqaramiz? Deylikki, Dubayni, Qatarni yoki Kuvaytni boshiga tushgan tashvishlardan, bombalardan yoki Erondagi bo'layotgan hodisalardan kimdir u tarafni ko'rib xursand bo'lyapti, kimdir bu tarafni ko'rib xursand bo'lyapti. Kimdir qulashi bizni xursand qilmasligi kerak. Aksincha, biz o'zimizni hayotimizni yaxshilashga, biz o'zimizni hayotimizni, ya'ni qanaqa aytsam ekan, har taraflama ishimizga, vazifamizga, mas'uliyatimizga, bilimimizga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi va atrofdagi dunyodagi bo'layotgan voqealardan xabardor bo'lishimiz kerak va shu bilan birga biz o'zimizni ustimizda ham ishlashimiz uchun, xulosa chiqarish uchun bir narsa aytaman. Latifaga qaytaman. Xo'ja Nasriddin bir kun ko'chaga chiqib turib bir narsa qidirib turgan ekan. Qidirayotgan narsasini yordam berish uchun qo'shnisi kelibdi-da. Nima qidiryapsiz? Shu bitta tilla uzuk bor edi. Shuni yo'qotib qo'ydim. Shuni qidiryapman debdi. Ha, shunaqami deb Xo'ja Nasriddinning qo'shnisi ham yordam berish boshlabdi. Ya'ni yonida qidirishni boshlashibdi. U yerni qarabdi, bu yerni qarabdi, 10 minut qarabdi, lekin hech narsa topolmabdi. Keyin Xo'ja Nasriddinga aytibdi: qo'shni, haqiqatdan shu atrofda tushirib qo'ydingizmi desa, yo'q, men uyim ichida tushirib qo'ydim dedi Xo'ja Nasriddin. Uyimni ichida tushirib qo'ydim desa, ha, nega bu yerda ko'chada qidirib turibsiz? Uy ichiga kirib qidirsangiz bo'lmaydimi desa? Uyda chiroq yo'q, qorong'ida dedi. Ya'ni biz hayotimiz, yurish-turishimiz, qo'limizdagi texnologiya, hattoki ilmiy ish qilinadigan bo'lsa, professorlar Wordda yozadi. Ichidagi qo'limizdagi telefonlarning texnologiyasi bormi, dasturlari bormi, g'arbga tegishli. Mashinamiz deylikki Chevrolet bo'ladimi? Chevrolet masalan Amerikaning brendi-ku. Hayotimizda ko'p narsa g'arbdan bo'ladi va qonunchiligimiz o'zi ham 1991-yildan beri demokratik davlat aynan g'arbni o'zi undan oldin, masalan kommunistik davlat ham bizani sharqona, milliyona, Markaziy Osiyoga o'ziga xos emas. Karl Marx va Engels tarafidan shakllangan bir g'oyani keyin davomiy holatda g'arbni ba'zi qonun qoidalarini keyin biroz o'zgartirilgan holatda kommunistik davlat tashkil qilingan SSRda.
Ya'ni u ham aslida bizani milliy o'zimizga xos bo'lgan narsa emas. Ya'ni bu narsa nimaga aytyapman? Ya'ni bizani hozir amaldagi qonunchiligimiz, O'zbekiston Konstitutsiyasining 1-moddasi O'zbekiston demokratik davlat deb aytilgan. Dunyoviy davlat va demokratik davlat. Agarda islomiy davlat bo'lsa edi, aytardim, "Voy, mana Qatarda islomiy davlat, ko'p xotinlikka ruxsat berilgan." Ya'ni ko'proq O'zbekistonda ya'ni shov-shuv bo'linadigan mavzu bo'lgani uchun ko'p xotinlikka urg'u berilgan va islom bo'yicha, islom qonunchiligi bo'yicha, o shariat degani qonunchilik deb hisob aytiladi. Qonunchilik huquq tizimi. Islom qonunchiligi bo'yicha yer osti boyligi butun bir xalqqa, musulmonlarga tegishli va o'shaning uchun Qatar o'zini sotgan gazlarini, pulini xalqi bilan baham ko'radi. Har oy o'zini xalqiga, yurtdoshlariga pul tarqatib turadi. Chet elda o'qiyotgan vatandoshlarni, yurtdoshlarini $10,000, $20,000 har oy ta'minotini ham qilib turadi deb aytardim. Lekin O'zbekiston demokratik davlat bo'lgani uchun, ya'ni Amerikani sistemasidagi bir davlat bo'lgani uchun davlat boshqaruvi, qonunchiligi, ikki palatali bo'lishi, senatorlar, Amerikada ham senatorlar, O'zbekistonda ham senatorlar, kongressmenlar, deputatlar ikki xil bosqichli bo'lgani uchun, Amerikaning sistemasi bilan bir xil bo'lgani uchun qonunchilik, saylovlar hammasi o'xshash bo'lgani uchun Amerikada misol qilaman. Amerikada masalan yoshlarning huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar bor. Nodavlat, notijorat tashkilotlar bor. Bunaqangi tashkilot O'zbekistonda ham bor. Yoshlar ittifoqi. Yoshlar ittifoqi faoliyati o'zi nima bo'lishi kerak? Originaliga qaraladigan bo'lsa, originalida Yoshlar ittifoqi mana demokratiya bo'lganidan keyin demokratiya nima? Xalq xohish irodasi bilan davlat boshqaruv degani. Pastdan tepaga bo'ladi. Ya'ni tepada masalan amaldorlik bo'ladigan bo'lsa, piramida bo'ladigan bo'lsa, pastki xohish tepaga qadar kelish kerak. Tepaga kelishi uchun bu saylov orqali bo'ladi. 5 yilda yoki 7 yilda bir marta, Amerikada 4 yilda bir marta prezidentlik saylovlarida qatnashib, O'zbekistonda 5 yil 7 yilga cho'zdirildi. Prezidentlik saylovlarida qatnashib va deputatlik saylovlarida qatnashib, xalq saylovda ovoz beradi va bu demokratiyani, ya'ni xalq o'zi xohlagan odamni parlamentga olib keladi yoki prezidentlikka olib keladi. Amerikada ham xuddi shunaqa, O'zbekistonda ham xuddi shunaqa. Va xalqni dardini, muammosini hukumatga bildirgan holatda xalqni nomidan hukumatdan hisob so'roq qiladigan jurnalistlar bor Amerikada. Har doim har qadamni nazorat qilib turiladi. Nazorat qilib turilishi bu birinchidan jurnalistlar orqali bo'ladi. Jurnalistlar xalqni ko'zi, xalqni qulog'i, xalqni ovozi bo'lgan holatda amaldorlarni, deputatlarni, prezidentni so'roq savolga solib, orqasidan bizda ko'lash deyiladi-yu, ko'lab, masalan, kimlardir g'iybat deyiladi. G'iybat o'zi nima? Bir odamni o'zi eshitganda xafa bo'ladigan masalasini orqadan gapiriladigan bo'lsa g'iybat deb aytiladi bu narsa va u g'iybat deb atalishi islom diniy e'tiqodi bo'yicha. O'zbekiston islomiy davlat emas, O'zbekiston demokratik davlat va bo'lib ham islomning o'zida ham amaldorlarni tergab turish Umar roziyallohu anhuda bor edi. Amaldorlarni hisob so'roqqa solib turish doim bor edi. Ya'ni islomda ham bor bu narsa. Amaldorlarni so'roq savolga solib turib, ustingdagi kiyiming hisobini ber, qayerdan olding bu kiyimni deb turib. Sen bolangga bunaqangi kiyim olib beribsan, qayerdan kelib qoldi bu narsa? deydigan narsa islomda ham bor edi. Endi hozir demokratik davlat bo'lgandan keyin demokratik qonunchilik bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, o'shaning uchun ham qo'llash deb atalmaydi bu, g'iybat deb atalmaydi. Bu davlatning o'zini tabiiy mexanizmi. Xalq soliq to'laydi, xalq ovoz beradi, xalq xo'jayin va xalqni ovozi, xalqni ko'zi, xalqni qulog'i bo'lib turib jurnalistlar faoliyat yuritishi kerak bo'ladi. Faqat bizda qanaqa? Bizda demokratiyani Temu varianti yoki AliExpress varianti bo'lgani uchun bizda to'g'rirog'i bunaqangi Temu yoki AliExpress tarafga gibridlanib qolishi kommunistik boshqaruv bo'lgan paytda bo'lgan. Ya'ni kommunistik boshqaruvda bitta boshqaruv bo'ladi va jurnalistlarning vazifasi hukumatga nisbatan xalqning muhabbatini uyg'otish. Yozuvchilarning vazifasi ham, san'atkorlarning vazifasi ham shunaqa bo'lganki, kommunistik davrda va buni asorati ham, merosi ham bugungi kunda davom etyapti. Masalan, deylikki, birorta bir qo'shiqchi, birorta bir san'atkor, birorta bir shoir prezidentlik saylovlarida Shavkat Mirziyoyevdan boshqa nomzodni qo'llaganini ko'rdingizmi? Ayni kommunistik masalan, Amerikada xuddi shu narsa bor. Jennifer Lopez yaqinda O'zbekistonga keldi, u Trampga qarshi. U Kamala Harris degan bitta ayol nomzodni qo'ygan edi, uni qo'llagan edi.
Madonna Trampga qarshi, u ham demokratlarni, ya'ni Trampga qarshi bo'lgan taraf nomzodlarni qo'llagan edi. Va yana takrorlayman, O'zbekiston Amerika tizimi kabi boshqariladigan bir davlat tizimi hisoblanadi. Shuning uchun Amerikadan misol keltiryapman. Endi demokratiyada xalqning ovozi, ko'zi, qulog'i bo'lib, xalqning nomidan amaldorlarni, siyosatchilarni hisob so'roqqa tortib turadigan kuchlardan biri bu faqatgina jurnalistlar yoki sportchilar yoki san'atkorlar emas. Shu bilan birga nodavlat, notijorat jamoatchilik tashkilotlari, masalan, deylik, O'zbekistonda Yoshlar ittifoqi degan tashkilot bor. Nodavlat, notijorat tashkilot, Yoshlar ittifoqi. Xuddi shunaqangi tashkilot Amerikada ham bor. Amerikadagi faoliyati nima? Xalqning ichidagi yoshlarni dardini, ba'zi tashkilotlar borki, xalqning ruhiyatini, kayfiyatini o'ylagan holatda, g'am chekkan holatda hukumatni so'roq savolga tutadi va hukumatdan qonunlar chiqarishni talab qiladi. Xoh prezidentdan bo'lsin, xoh senatdan bo'lsin, xoh kongressmenlardan bo'lsin, talab qiladi. Xoh gubernatorlardan bo'lsin, xoh merlardan bo'lsin. Ya'ni masalan Amerika degani, Amerika qo'shma shtat degani, Amerika qo'shma davlatlar degani. Amerikaning 50 ta davlati bor. Har bir shtatning o'zining konstitutsiyasi bor, ichki qonun qoidalari bor va gubernator degani o'sha davlatni rahbari hisoblanadi va butun o'sha deylik 50 ta davlat bo'lsa, 50 ta davlatni birlashgani o'sha Amerika qo'shma shtatlari, Amerika qo'shma davlatlari deb aytilgani yana ham to'g'riroq bo'lsa kerak. Amerika qo'shma davlatlarini prezidenti bugungi kunda Trump. Ya'ni 50 ta davlatni har birida, masalan 50 ta shtatni har birini o'zini ichidagi qonun qoidalari, konstitutsiyalari bir-biridan farq qiladi. Hammasi masalan ichida yoshlarni g'ami bilan, tashvishi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bor-ku. Xoh u gubernatorlardan bo'lsin, prezidentdan bo'lsin, kongressmenlardan bo'lsin, deputatlardan, ya'ni talab qilib turadi. Ularning faoliyati shu. O'zbekistonda Yoshlar ittifoqining faoliyati shumi? Shunaqa qiladimi? Savolda sizga. Shunaqa qiladimi? Shunaqa qilish holatini ko'rdingizmi? Yo'q, aksincha hukumatga muhabbat uyg'otadigan bir tashkilot, ya'ni vazifasi nima? Yoshlarni hukumatga muhabbatli qilib yetishtirishga harakat qiladi. Aksincha aslida originalida qanaqa? Originalda bo'lsa, hukumatdan talab qilish kerak. Yoshlarning g'ami bilan g'amlanib, nima uchun bugungi kunda yoshlarimiz ish bilan yetarlicha ta'minlanmayapti? Masalan, yaqinda prezidentning o'zi Shavkat Mirziyoyevning o'zi bir yig'ilishda rektorlarga qarab aytdi. Nima uchun universitetni bitirgan yoshlar ishsiz qolyapti? Nima uchun rektorlar san ish bilan ta'minlab bermayapsan? Demakki, san yaxshi o'qitmayapsan. Unaqada oyligini yarmini byudjetga qaytarishing kerak kabi mazmundagi gaplarni aytdi Shavkat Mirziyoyev. Holbuki bu gapni masalan Shavkat Mirziyoyev bir davlatning rahbari o'zi boshqarayotgan tizimni o'zi tanqid qilyapti. Bu to'g'ri emas-da. Ya'ni originalga qaraganda bu to'g'ri emas-da. Yani o'zi boshqarib turgan tizimni nega o'zi tanqid qiladi? Tanqid qiladigan bo'lsa, Yoshlar ittifoqi tanqid qilish kerak. Yoshlarning g'amini, tashvishi bilan. Kerak bo'lsa, rektorlarni o'zi ham tanqid qilish kerak. Nima uchun? Biz yoshlarni o'qityapmiz, biz ularni katta hayotga yetishtiryapmiz, bir kadr sifatida yetishtiryapmiz, lekin ular ishsiz qolyapti. Nimaga? Davlat tizimidagi mexanizm bu davomiy holatda ishlamayapti deb turib, rektorlar ham hattoki kerak bo'lsa, prezidentni so'roq savolga tutish kerak. Aslida originalga qaraladigan bo'lsa, ya'ni davlat rahbari o'zi boshqarayotgan tizimni tanqid qilish emas, yo muxolifat partiyasi, masalan Xalq demokratik partiyasi muxolifat deb e'lon qildi-ku, u tanqid qilish kerak, yoki ekologiya partiyasi u tanqid qilish kerak. Original bo'yicha qarab aytaman. Misol uchun yana takrorlayman, agarda O'zbekiston islomiy davlat emas, agar O'zbekiston islomiy davlat bo'lsa edi, muxolifat fitna deb qaralardi. O'zbekiston kommunistik davlat emas, kommunistik davlat deb atalsa edi, kommunistik davlat bo'lsa edi, unaqada muxolifat xoin, sotqin deb atalardi. O'zbekiston demokratik davlatmi? O'zbekiston konstitutsiyasining 1-moddasi bo'yicha O'zbekiston dunyoviy, demokratik, ijtimoiy deb bir nechta sanalgan statuslar bilan davlat deb aytilganmi? 1-moddasida konstitutsiyani O'zbekiston demokratik davlatmi? Originali qanaqa? Konstitutsiya bo'yicha ham o'zi shunaqa bo'lishi kerak. Konstitutsiya bo'yicha ham, yozilgan konstitutsiya bo'yicha ham o'zi shunaqa bo'lishi kerak. Va shu bilan birga Amerikada turli xil kasbdagi odamlarni o'zini haq va huquqlarini himoya qiladigan turli xil tashkilotlar ham bor. O'zbekistonda bormi bu? Bor. Qaysi tashkilot? Kasaba uyushmasi tashkiloti. Kasaba uyushmasi tashkiloti aslida
sovetlar davridan qolgani uchun, ya'ni o'sha tashkilot profsoyuz qolgani uchun o'sha zihniyatda ishchilarni yoki turli xil vazifadagi odamlarni haq va huquqlarini himoya qilmaydi. Holbuki vazifasi shu bo'lishi kerak. Lekin xuddi Yoshlar ittifoqi ham sovet davridagi komsomolni davomchisi bo'lgani uchun, xuddi sovet davridagi qanaqa kommunistik tushuncha bilan hozirgi faoliyat qilinayotgan bo'lsa katta qismi xuddi shunaqangi, ya'ni asl demokratiyani originali bo'yicha emasda, asli bo'yicha emasda, kommunistik keyinchalik, masalan, kommunistik davlat tashkil qilingandan keyin g'arbdan olingan ba'zi qonunlar o'zgartirilgandan keyin Temur varianti, gibridlangan varianti holatida faoliyat yurityapti. Aslida bunaqa bo'lishi kerak emasdi. Demokratiya pastdan tepaga bo'lishi kerak. Yoshlar ittifoqimi? Yoshlar ittifoqining vazifasi yoshlarni birlashtirgan holatda hukumatdan nimadir talab qilish. Masalan, kasaba uyushmasining vazifasi Amerikada nima qiladi? Baristalarni ham o'zini barista degani qahva tayyorlovchilarni yoki benzin shoxobchasida quyuvchilar bor-ku, ularni, sartaroshlarni, taksistlarni, kirakashlarni, turli xil sohadagilarni o'zini manfaatlarini, huquqlarini himoya qiladigan tashkilot, uyushmalari bor. Hattoki politsiyani haq va huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlari bor. Politsiyani haq va huquqlarini himoya qilish nima kerak deyishingiz mumkin. Oddiy misol, ba'zan ichki ishlar xodimlariga qayg'urib yoki hurmat qilib yoki achinib shu gap aytiladi. Ular kechgacha ishlaydi, ba'zan kunni tunga ulab ishlaydi, hatto oilasini ham, bola chaqasini ham ko'ra olmaydi deb turib, ularga nisbatan hurmat ko'rsatishimiz kerak deb urg'u beriladi. Nimaga kechgacha ishlash kerak? Nimaga? Ish vaqti belgilanganmi? Ish vaqtidan ertalab misol uchun 8 dan 6 gacha ishlasin, uyga ketsin. Smenali bo'lsin. Boshqa xodim kelsin, 6 dan ertalab 8 gacha ishlasin. Nima uchun? Bola chaqasini ko'rmasligi kerak. U ham bir odammi, kimnidir otasi, kimnidir bolasi, kimnidir qo'shnisi, kimnidir amakisi, kimnidir tog'asi, kimnidir xolasi ham bor, kimnidir ammasi ham bor-da. Ular ham bir oddiy odam bo'ladigan bo'lsa, ularni huquqi nima ta'minlamasligi kerak. Shifokorga bordim, shifokorimni o'zi kasalga deganga o'xshab turib, huquqni, qonunni himoya qiluvchi shaxslarni o'ziga nisbatan qonunbuzarlik bo'lib turgan bo'lsa, Mehnat vazirligi bor, buni nazorat qiladigan. U ham hukumatning tarkibidagi bir tashkilot. Mehnat vazirligi bo'lgan bir tashkilot. Aniq ishonamanki, Mehnat vazirligidagi xodimlar ham xuddi shunaqa. Chunki aniq deb aytayotganim sababi yaqinda bir Facebookda bitta maqola o'qib qoldimda. Bir odam kirakash yozgan. Kechki payt 10 edi. Prezident administratsiyasidan buyurtma tushdi. Bordim, lokatsiyaga qarab, o'sha yo'l ko'rsatishga qarab turib borsam, prezident administratsiyasining yoni yarim soatda ichkaridan odam chiqdi. Endi bu kirakash qora mashina lyuksmidi, o'sha oxirgi rusumdagi mashinalar bo'ladi, yaxshi mashinalar. O'shanda kirakashlik qiladigan odam ekan. Xullas, prezident administratsiyasidan buyurtma tushgan, u yerga borib eshikni oldida kutib turdim dedi. Yarim soat o'tganidan keyin oq ko'ylak, kostyum shimli bir inson chiqdi, mashinaga o'tirdi. Yo'lda ketayotgan paytda mijozni gapga soldim. Ha aka, bugun ancha kech qolib ketibsiz-da ishda. Yo'q debdi haligi mijoz. Prezident administratsiyasidan chiqqan odam. Yo'q, aksincha bugun vohli chiqdim. Chunki men hozir ta'tilda edim. Ya'ni otpuskada ta'tilda edim. Vohliroq chiqdim. Odatda debdi haligi odam, odatda 11, 12, 1, 2 qilib ketamiz. Ha aka, bu vaqtgacha nima ishlar qilasiz? Shunchalik bandmisizlar? Desa, yo'q. O'zi ish vaqti 6 da, ba'zan 7 da tugaydi, lekin rahbar, masalan deylik, Saida Mirziyoyevami, Shavkat Mirziyoyevmi to ketgunigacha biz o'tiramiz, debdi kirakashga haligi xodim. Biz o'tiramiz, kerak bo'lsa Counter Strike o'ynaymiz, Need for Speed o'ynaymiz, lekin o'tirishimiz kerak. Toki rahbar ketgunigacha. Rahbar ketganidan keyin biz uyga ketamiz. Ha, ta'tilga ham chiqa olasizmi? Masalan, chet elga ham bora olasizmi desa, ha, bora olaman. Vyetnamga yaqinda borib keldim. Borganim bilanoq, ya'ni borgandan keyin qaytib kelgandan keyin pasportlarni topshiramiz. Pasportlarimiz turadi ularning qo'lida. Biz xohlagan paytda keta olamiz. Oldindan bildiramiz, ta'til bo'lgan paytda keyin ketamiz. Debdi. Endi bunaqangi holat prezident administratsiyasi butun mamlakatdagi masalalarni hal qilayotgan bir joyda ham xuddi shunaqangi majburan o'tirayotgan bo'lsa, majburan kimnidir qosh qovog'iga qarab turib, kimnidir kayfiyatiga qarab turib bo'ladigan bo'lsa, boshqa holatlardan qanaqa kutish mumkin? Ichki ishlar xodimlaridan boshlangan edi-yu bu masala. Kasaba uyushmasi ham, kasaba uyushmasi kerak bo'lsa, prezident administratsiyasi xodimlarini himoya qilish kerak. Ichki ishlar xodimlarini himoya qilish kerak. Sartaroshlarni,
o'qituvchilarni hammani himoya qilish kerak. Nega? Chunki oylikdan prezident administratsiyasida ishlaydimi, oddiy bir tashkilotda, ya'ni xususiy bir tashkilotda ishlaydimi, majburiy kasaba uyushmasiga o'tkaziladigan ma'lum bir foizdagi to'lov bor. Har kim har oy o'tkazadi. Rasmiy oylik olayotgan odam har kim kasaba uyushmasiga pul o'tkazadi. Nima uchun? Ishchilarni, xodimlarni haq va huquqlarini himoya qilish uchun. Vazifasi shu bo'lishi kerak. Originalga qaraymiz. Originalda Amerikada nima? O'qituvchilarni huquqlarini himoya qilish maqsadida Boston universitetida 206 kun o'qituvchilar aynan xuddi shunaqa kasaba uyushmasi kabi bir tashkilotning boshchiligida universitetning hovlisida miting qilib turishgan. 206 kun oyligini oshirish, sog'liq masalalaridagi shart-sharoitlari, ish sharoitlarini oshirish, yaxshilash masalasida universitetning hovlisida miting qilib turishgan 206 kun va talab qilgan narsasini hammasiga bo'lmasa ham bir qismiga erishishgan. 206 kun davomida. Qahva tayyorlovchilar haqida aytdimi? Baristalar ham xuddi shunaqa ko'chaga chiqib turib namoyishlar o'tkazgan va o'zini talabini qilgan. Faqat Amerikada ichki ishlar xodimlari, ya'ni politsiyani ko'chaga chiqib turib unaqa miting qilishga, namoyishlar o'tkazishga haqqi yo'q. Ish tashlash kabi ishlar qilishga haqqi yo'q, chunki tizimni ishlashiga yoki shaharni betartib bo'lishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Faqatgina ularga mumkin emas. Lekin butun boshqa kasblarni deyarli hammasida bor. Endi bugungi kunda kirakashlarni yoki issiqxona tijoratchilarini, savdogarlarni himoya qiladigan narsa bor. Masalan, sartaroshlarni. O'zaro sartaroshlar shunday yig'ilib olib turib, nega jamiyat qilmagan? Xalq birlashgan holatda yoki kirakashlar birlashgan holatda bir jamiyat qilib turib, hukumatdan talab qilish kerak emasmi? Ey, metan gazda nima uchun bizani umrimizni yarmi o'tib ketishi kerak? Mana hozir bo'layotgan urush sababli benzinlar O'zbekistonda oshadi. Nega? Chunki Eron Xurmuz degan bo'g'oz bor edi. Dunyodagi neftlarni, gazlarning katta qismi u joydan o'tib ketardi va uni hozir Eron yopdi. Eron yopishini hisobiga dunyodagi neftlarning, gazlarning narxi oshdi va o'z-o'zidan bu narsa O'zbekistonga ham ta'sir qiladi. O'zbekistondagi neft gazlariga ham ta'sir qiladi. Bizga Erondan nima farqi bor? Bizga nima deb turib yoki bu urushdan xursand bo'layotganlar ertaga ko'chaga chiqqan paytda, mashina to'xtatgan paytingizda yoki uyingizga nimadir mahsulot kelgan paytda umuman deylikki Sirdaryodan yetishtirilgan pomidorlar yaqinda qulupnay chiqadi. Qulupnaylar kelayotgan paytda o'z-o'zidan kelmaydi-ku yoki layliklar ko'tarib olib kelmaydi-ku, mashina orqali keladi. Mashina benzin yoki gaz orqali yuradi. Va xuddi shunaqangi, masalan deylikki benzin qimmat bo'lgandan keyin nima qilish kerak? Gaz olish kerakmi? Metan olish kerakmi? Metanda kamchilik bormi? Doim navbatda turish bormi? Nimaga bu masalani hal qiladigan kirakashlarni bir jamiyatda shu paytgacha hal qilinmagan. Va shu bilan birga Amerikada musulmonlarning jamiyati ham bor. Musulmonlarning ba'zi nomlari bor, Kairo, turli xil nomdagi musulmonlarning jamiyati bor. Amerikadagi musulmonlarning jamiyati bilan, musulmonlarning tashkiloti bilan O'zbekistondagi musulmonlar idorasini orasida hech bir farq yo'q aslida. Ya'ni tuzilishi, ya'ni tuzumi, davlat tuzumi va davlat tuzumini ichidagi bir tashkilot sifatida qaraladigan bo'lsa, Amerikadagi musulmonlar jamiyati, musulmonlar idorasi ham nodavlat, notijorat tashkilot. O'zbekistondagi musulmonlar idorasi ham nodavlat, notijorat tashkilot. O'zbekistondagi musulmonlar idorasi ham nodavlat, notijorat tashkilot. Farqi nimada desangiz, Amerikada musulmonlar jamiyati 40 dan ortiq xuddi shunaqangi musulmonlar idorasi, musulmonlarni jamiyati bilan 2024-yilda Bayden uchrashmoqchi bo'ldi. Uchrashmoqchi bo'lishining sababi 2023-yilda 7-oktyabr voqealaridan keyin, ya'ni G'azoga nisbatan Isroilning qilgan hujumlaridan keyin, bombardimonlaridan keyin Bayden musulmonlar bilan uchrashmoqchi bo'ldi. Ya'ni musulmonlarning ko'ngliga qarab, ular bilan muloqot qilib, ular bilan yaxshi munosabatda bo'lib, chunki Amerika Isroilni qo'llab turgani uchun, yordam bergani uchun musulmonlar aytayotgan edi, Bayden, sen nimaga qo'llayapsan? Sen nima haqqing bor bunaqangi vahshiylikka, bunaqangi yomonlikka sen qo'llashingga nima haqqing bor? deb turib musulmonlar talab qilib turgan paytda Bayden ular bilan uchrashmoqchi bo'ldi. Musulmonlar idorasini rahbarlari bilan uchrashmoqchi bo'lgan paytda musulmonlar idorasini rahbarlari, ya'ni Amerikadagi musulmon jamiyatlarining, musulmonlarning lideri, ya'ni muftiy degani musulmonlarning lideri hisoblanadi. Amerikadagi musulmonlar idorasining rahbarlari
Bayden bilan uchrashishmadi. Rad qilishdi. Nimaga? Chunki sen Isroilga yordam beryapsan, vahshiylikka sabab bo'lyapsan, biz sen bilan uchrashib ham o'tirgimiz kelmayapti deb turib rad qilishdi. O'zbekistonda yuzlab yoki minglab bo'lgan holatlar bor. Like bosgan uchun, diniy kontentga like bosgan uchun, nashida eshitgan uchun turli xil voqealar bo'lgan yuzlab yoki minglab bor. Ya'ni minglab deb xotirjam aytayotganim, siz tanigan yoki tanimagan taniqli ahli ilmlar bormi, domlalar bormi? Hammasini albatta chaqirtirilgan, ko'pi 15 sutkaga olib borilgan yoki o'tmishda yozganlari o'chirtirilgan, qo'rqitilgan, tahdid qilingan, imzolatilgan, nimadirlar qilingan. Faqat ular ommaga chiqib turib, bo'layotgan voqelikni yoki boshidan o'tgan holatlarni aytmagani uchun ko'p musulmonlar olam guliston deb o'ylab yuribdi. Misol uchun, Mubashshir Ahmad voqeasi yillar davomida bo'lib kelayotgan musulmonlarga nisbatan munosabatlarning bittasi xolos. Ya'ni taniqli bo'lgani uchun, shov-shuvga aylangani uchun bittasi xolos. Mayli, o'sha bittasi bo'lsa ham musulmonlar idorasiga nisbatan hissasi bo'lgan, otalarni ham hissasi bo'lgan, ukalarni ham hissasi bo'lgan Mubashshir Ahmadda-da O'zbekistondagi bir nechta imomlarni yetishtirishda, ta'lim berishda hissasi bo'lgan odam va bugungi kunda muftiy oraliksi ham yaxshi bo'lgan va muftiy deylikki, masalan, O'zbekiston musulmonlar idorasining rahbari, O'zbekistondagi musulmonlarning rahbarini agarda bugungi kunda masalan iftorga chaqiradigan bo'lsa, muftiyning munosabati bu taklifga qanaqa bo'ladi? Ya'ni bitta musulmonga nisbatan boshiga tushgan holatga nisbatan qamoqxonadagi holatlari ham chiqib ketdi va bugungi kunda Sangorutda qolib davolanyapti degan, ahvoli og'ir degan xabarlar ham chiqib turibdi. Bunaqangi holatda bu tizimning rahbari bilan uchrashadimi, uchrashmaydimi? Uchrashadigan bo'lsa, qanaqangi munosabatda bo'ladi? Va aynan Amerikadagi musulmonlar idorasi qilayotgan munosabat bo'lishi mumkinmi, mumkin emasmi? O'zbekiston demokratik davlat, O'zbekistonning boshqaruvi, tuzumi, qonunchiligi Amerikaga taqlid qilingan holatda, Amerikadan ko'chirilgan holatda boshqaruv yuzaga kelgan va qonunchiligi, tashkiloti, saylovlari, ish yuritishi Amerikaga ko'ra amalga oshirishga harakat qilinadi. Birinchi o'rinda Amerika, keyin Fransiya, keyin Britaniya, lekin asosiysi Amerikaga ko'ra bo'ladi. Amerikani o'zida bo'lsa, demokratiya bu xalq boshqaruvi bo'lgani uchun xalq o'zi saylovlarda ovoz beradi, xalq o'zi so'roq savol ham berib turadi. Lekin xalqdan ko'ra ko'proq, ya'ni xalqning hammasi deylikki, kimdir turli xil joylarda ishlaydi, ishi bilan band bo'ladi, lekin aynan o'sha ishi bilan band bo'layotgan odamlar turli xil jamiyatlarga a'zo bo'lib qo'ygan va o'sha jamiyatning rahbarlari ularni o'zini dardi bilan dardlangan holatda hukumatdan talab qilib turadi. Jurnalistlar ham bor, ya'ni Amerikada xalqni dardi bilan, xalqni so'zi bo'lib, xalqni qulog'i bo'lib, xalqni ko'zi bo'lib, hukumatni, davlatni, siyosatchilarni, amaldorlarni hisob so'roqqa tortib turadigan turli xil kuchlar bor. Ya'ni xalqning nomidan jurnalistlar, san'atkorlar, shoirlar, yozuvchilar va jamiyatlar. Masalan, Buxoro yahudiylari jamiyati haqida aytdimmi videoning boshida. Buxoro yahudiylari jamiyati bu Amerikadagi Buxoro yahudiylari, ya'ni O'zbekistonlik yahudiylarni birlashtirgan bir jamiyat va uni asosiy faoliyati madaniyat va diniy bo'lib va masalan bu jamiyatning a'zolaridan biri Jacob & Co degan kompaniya bor, dunyodagi eng qimmat soatlarni ishlab chiqaradigan va uni rahbari ham, ya'ni uni o'sha kompaniyani boshlig'i ham asli O'zbekistonlik. O'sha Buxoro yahudiylari, Amerikadagi Buxoro yahudiylari jamiyatining a'zosi hisoblanadi. Yoki yaqinda O'zbekiston keldi, 4 oymi, 5 oy oldin O'zbekiston keldi. O'zbekistonda sinagog qurilishini boshlab yubordi. Lev Leviyev degan odam, Olmos qiroli deb ataladi. U ham Amerikadagi Buxoro yahudiylari, ham O'zbekiston tug'ilgani uchun Amerikadagi Buxoro yahudiylarining a'zosi hisoblanadi va boshqa juda ko'p odamlar bor va ularning vazifasi Amerikadagi yahudiylarni birlashtirib va O'zbekiston bilan Amerikaning o'rtasida ko'prik bo'lishga harakat qiladi. Va aynan xuddi shunaqangi jamiyatga o'xshash, faqat Isroilning manfaatiga xizmat qiladigan va Amerikadagi o'sha kongressmenlar, Amerikadagi deputatlar va senatorlarni o'zini gapi, tili bilan so'rovnoma o'tkazilishi natijasida Amerikadagi eng kuchli ikkinchi ta'sirga ega nodavlat, notijorat, xalqqa tegishli bo'lgan, xalqning nomidan ish yuritadigan ikkinchi raqamli eng
kuchli tashkilot deb turib AIPAC etgan. Isroil manfaatiga xizmat qiladigan yahudiylar lobbisi. Bu lobbini faoliyati, nima ishlar qilinishi, qanaqangi uslubda bo'lishi. Masalan, professorlar xalqning nomidan, xalqning vakili, xalqning so'zi, xalqning tili, qulog'i bo'lib turib, amaldorlarni, siyosatchilarni so'roq savolga tortib turadi deyman. San'atkorlar, shou biznes yulduzlari, aktyorlar xalqning nomidan san'atchi bo'lib, faqatgina san'at xalqqa ko'rsatish emas, xalqning nomidan hukumatdan nimadir talab qilish. Va shunaqangi bo'lgan holatda talab qilayotganlarni va jurnalistlarni bu AIPAC Isroilni manfaatiga xizmat qiladigan lobbi bularni o'rtasida qanaqa nazorat qiladi va kongressmenlar, deputatlarni, senatorlarni qanaqa nazorat, qanaqa ta'sir o'tkazadi. Kerak bo'lsa Trampga qanaqa ta'sir o'tkazgan, Baydenga, undan oldin Obamaga qanaqa ta'sir o'tkazgan. Tashkil topganiga 1953-yilda tashkil topgan bo'lsa, to bugungi kungacha nima ishlar qildi-yu, qanaqa uslub bilan bu narsani amalga oshirdi-yu, bugungi kunda deylikki arab davlatlari trillion Amerikaga zamonaviy ko'rinishda o'lpon to'layotgan paytda Amerika yordam tariqasida har yili milliard Isroilga yordam tariqasida pul berib turibdi. Ya'ni Amerika arab davlatlaridan, Saudiyadan, boshqa davlatlardan yig'ib olyapti-da, ulardan o'lpon sifatida yig'ib olib turib, lekin Isroilga aynan o'sha Isroil lobbisining ta'siri va kuchi orqali ta'sir ko'rsatish vositalari qanaqa ko'rinishda, ya'ni juda ham oddiy formula. Bu ta'sir ko'rsatayotgan kuchlar, shaxslar, odamlar o'zga sayyoralik emas. Siz u bizga o'xshagan oddiy bir odam, ya'ni yeydi, ichadi, ko'radi, kuladi, uxlaydigan bir oddiy odam. Ya'ni bu ma'lumotlarni keltirmoqchi bo'lishimning sababi keyingi videoda atroflicha batafsil gaplashamiz. Bir tarafda bir millat, bir jamiyat orqali prezidentga ta'sir ko'rsatgan holatda o'zini davlatiga, o'zi uchun muhim deb bilgan davlatiga, Isroilga, amerikalik soliq to'lovchilarni puli orqali Isroilga yordam tariqasida milliardlab dollar sarflatishni tasdiqlab turibdi. Va bir tarafda bo'lsa, biz o'zimiz bir vatandosh sifatida o'zimizning davlatimizda, o'zimizning yurtimizda bugungi kunda Ramazon oyida hattoki taravihlarga yetaklab 5 yasharli bolani olib borish qanchalik mushkul holat kelib qolingan. Soqolni o'stirish qanchalik mushkul bir vaziyatga kelib qolgan. Mingta hadik, mingta cho'chishlar orqali. Qanaqangi bo'ldi? Va deylikki, masalan, bu masalaning yechimi bormi yoki boshqa muammolarning yechimi bormi? Formulasi juda oddiy va aynan o'sha AIPAC haqida, Isroil lobbisi haqida gaplashishimiz mumkin. Kimdir aytishi mumkin: maqtab olsammi? Niyat o'qishga hojati yo'q. Biz o'zimizga qaraylik. Uni so'kishimiz mumkin, buni la'natlashimiz mumkin, lekin boshimizdagi turgan tashvish, muammolar, burnimizning tagidagi, masalan, Xorazmdagi yetimlarni bir adliya vazirligini boshqarmasini boshlig'i, Xorazm boshqarmasi boshlig'i zo'rlayotgan paytda hech nima qila olmayotgan bo'lsak, burnimizdan tagida o'zimizdan hamyurtimiz, yurtdoshimiz, voyaga yetmagan qizlar bemalol maktabga hijobini o'rab bora olmayotgan bo'lsa, 18 yoshgacha bo'lgan bolalar bugungi kunda diniy ta'lim ola olmayotgan bo'lsa, hattoki bugungi kunda oxirgi qonunchilik bo'yicha onlayn ta'lim olsa, chet elga borish emas, onlayn ta'lim orqali, masalan, uyda o'tirib Zoom orqali yoki boshqa vositalar orqali chet eldan diniy ta'lim oladigan bo'lsa, ham javobgarlikka tortiladigan. O'zbekiston o'zida 18 yoshgacha mumkin emas, chet eldan ham mumkin emas bo'ladigan bir vaziyat bo'lsa-yu, ya'ni o'zimizning yurtimizda, o'zimizning vatandosh bu hammasi bo'lgan holatda bo'lmasa-yu, ya'ni oddiy o'zimizning birlamchi insongarchilik huquqi va konstitutsiyada belgilangan huquqimiz, xalqaro konvensiya bo'yicha belgilangan huquqimizni ta'minlamayotgan bo'lsak-da, bir tarafda biz va bir tarafda bo'lsa bir jamiyat bir Trampga ta'sir ko'rsatgan holatda, boshqa narsasini ayting. Amerikadagi Buxoro yahudiylari jamiyati ta'sir orqali Tramp Shavkat Mirziyoyevga do'stim dedi. Yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'ilishida bu Buxorolik yahudiylar jamiyati orqali Tramp Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishdi. Holbuki Amerikada Buxoro yahudiylaridan ko'ra ko'proq boshqa yurtdoshlarimiz ko'p.
Ya'ni o'zbeklar ko'p, qoraqalpoqlar ko'p, o'zlari yurtdoshlarimiz ko'proq. Lekin son jihatidan ko'p bo'lib turib, lekin son jihatdan kam bo'lgan jamiyat qanaqa qilib bu narsani uddalayapti? Tushuntira oldimmi? Amerikada O'zbekistonliklar ko'p. Kimdir Toshkentdan, kimdir Vodiydan, kimdir Vohadan, kimdir Qoraqalpog'istondan borgan, kimdir viza olib borgan, kimdir Meksika orqali borgan. Ming xatar, tashvishlar bilan va u yerda yashab yurilibdi, turmush qilinib yuribdi, ishlab yurilibdi, hammani o'zini tashvishi bor. Kimdir Bank of Amerikada ishlaydi, kimdir oddiy masalan pizzaxonada ishlashi mumkin. Lekin bir birlashib, bir jamiyat tashkil qilib, bir siyosatga ta'sir qilib, kerak bo'lsa Trampga ta'sir qilib, Buxoro yahudiylar jamiyatichalik nima uchun biz bunchalik bo'lolmadik? Amerikadagi o'zbekistonliklarga nisbatan ham etilish mumkin, Turkiyadagi o'zbekistonliklarga nisbatan ham etilish mumkin, Rossiyadagi o'zbekistonliklarga nisbatan ham etilishi mumkin. Va hattoki o'z yurtida, o'z elida, o'zdan yurtdoshlarimiz, O'zbekistonda yashayotgan yurtdoshlarimiz. Nima uchun? Eng asosiysi, keyingi video xuddi shunaqangi tayyor bo'lsinmi? Nima deb o'ylaysiz? Tayyor bo'lsinmi yoki jonli efir qilganim yaxshimi? Sog' salomat bo'ling.